Bitta 2015-yil, 2014-yil edi. Esimda bor. Nodir aka ko'rib turganmiz. Qishloq xo'jaligi qilish osonroqmi va qanaqangi hujjatlar talab qiladi va uni Ya'ni yengilroq demoqchiman, viza olish. Sababi chuqurroq til so'ramayapti. Ikki darajada mol sog'gan robotlar O'zbekistonlik fermerlarga mana katta imkoniyat. Jonibek akaga aloqa qilishlari mumkin agar mol sog'ishdan qo'llaring charchagan bo'lsa, mana robotlar tayyor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsizlar. Bugun podkastimizda o'zbek nemis, ya'ni Jahongir bilan birgalikda olib boramiz. Sahin aka ma'lum sabablarga ko'ra ishtirok etisholmadi. Uzrlarni aytib qo'yishdi. Bugungi mehmonlarimiz Bektemir aka va Jonibek aka uzoq yillardan beri Germaniyada ishlab, yashab o'zlarining faoliyatlarini olib borishyapti. Tanimagan odamlar uchun bir qator o'zlarini tanishtirib o'tishadi. Bektemir aka. Assalomu alaykum. Barchaga katta rahmat chaqirganingiz uchun, Bobur, Jahongir. Ismim Bektemir. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanidan. Qo'shrobod deb aytib qo'yay, yurtdoshlar ko'rib qolsa. Germaniyada 2015-yildan beri istiqomat qilaman. Bu yerda magistraturani o'qidim. Undan keyin shu o'zim soham bo'yicha faoliyat yuritib kelyapman. Magistraturani Weinstein Trezorda o'qigan bo'lsam, 2012-yil tugatdimda va o'shandan keyin bitta katta konsernda Deutsche Tiernahrung Kremer Holdingda sales manager lavozimida ishladim va hozirgi paytda o'z kichik bir korxona tashkilotimga egaman. Shunda ham rahbar, ham buxgalter, hamma narsani qilib faoliyat yuritib kelyapman hozirda. o'zingga homilingga Rahmat. Ma'lumot uchun aytib ketishim kerak, Bektemir aka MBA yo'nalishida o'qigan, ya'ni Master of Business Administration. Shuning uchun qishloq xo'jaligi yo'nalishida, qishloq xo'jaligi bo'yicha ham tajribasi bor va korxonalar boshqarish bo'yicha ham tajribalari bor. Jonibek aka, xush kelibsiz. xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor katta rahmat chaqirganlaring uchun. Men 2013-yildan beri Germaniyaga istiqomat qilaman. 2013-yil qishloq xo'jaligi praktikasi bo'yicha kelganman Bavariya shahriga. Undan keyin shu praktikalarni o'tab, qarib 2-3 joyga praktika o'taganman. Undan keyin shunday bo'lgan nima deydi? imkoniyat bo'lgan shu Ausbildung qilish uchun paytlar shu viza olish sal nima edi, qiyin edi. Keyin shu o'zimiz sohamiz bo'yicha shu Ausbildung qilganman. Ko'rganman o'zimiz shu qishloq xo'jaligi nimasida bilimimiz baribir o'qigan bo'lsak ham, 4 yil institut bitirgan bo'lsak ham, lekin bu yerga kelgandan keyin boshqacha muhit, boshqacha nima, shuning uchun yana malaka oshirish sifatida 2 yillik shu Ausbildung qilganman. Qishloq xo'jaligi bo'yicha undan keyin ish topib, ishga o'tib, qishloq xo'jaligi bo'yicha ishlaganman. Shu ishim davomida yana imkoniyat paydo bo'lgan, shu yanada malakani oshirishda. Shuning uchun keyin magister qilganman 2 yillik yana. Shu magister sohasini tugatib, undan keyin hozir GEA degan katta konsern bor, shuni dilerida sotuvchi bo'lib ishlayman. Fermerlarga shu mol sog'gan milk robota deydi, shu robotasini keyin dayinli zallar deydi, o'zi sog'adigan nimalar. Shular bo'yicha Beratuniga borib ko'rib, shu nimalarni fermerlarga sotamiz. Mol sog'adigan apparatlar, robototexnika. O'zbekistonlik fermerlarga mana katta imkoniyat. Jonibek akaga aloqaga chiqishlari mumkin agar mol sog'ishdan qo'llaring charchagan bo'lsa, mana robotlar tayyor. Jonibek aka, bitta savol. Boya Ausbildungdan keyin 2 yillik magister qildim dedingiz, ya'ni bu 4 yillik bo'lyapti. 4 yillik, ya'ni magisteringizdan birga sizni Germaniyada u bakalavrdek ko'rinadimi? Bu bakalavrdan sal yuqoriroq, lekin magistraturadan sal pastroq darajaga turadi. Bular esa bu yerga nima uchun kerak? Masalan, fermerlar magistratura qilish shart emas. Magistratura ko'proq teoriy o'rgatiladi. Bu magistrga ko'proq praktik narsalar o'rgatiladi. Shuning uchun shu fermerlarni 100% hammasi desak ham bo'ladi. Shu magister qilib, undan keyin shu fermerlik xo'jaligini boshqarishga imkoniyat, boshqaruvchi bo'ladi. Tushunarli.
Bugungi mehmonlarimiz hozir o'zlaring eshitganlaringdek qishloq xo'jaligi sohasini maysterlari, ya'ni shu sohada juda katta tajribaga ega va bugungi savol-javob rukunimiz ham aynan shu qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha bo'ladi. Bektemir aka, nima deb o'ylaysiz? O'zbekistondan kelayotgan ishchilarning ichida umumiy ishchilarni oladigan bo'lsak, necha foizi qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha kelyapti? Taxminan 70% aynan ishchi vizaga taqqoslaganimizda 70% qishloq xo'jaligi sohalariga viza olib kelishmoqda. Ya'ni bir statistikani, kichik bir statistikani aytib o'tsam, 1417 ta odam aynan ishchi viza olgan bo'lsa, Everest Certificate 2024-yil umumiy vizalarning 1417 tasi. O'shaning 70% qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi, ishchi vizaga. 2500 taga yaqin viza berilgan, umumiy viza turi. O'shaning 1417 tasi ishchi viza va uning 70% qishloq xo'jaligi. Sababi qishloq xo'jaligida asosan mehnati, qo'l mehnatiga asoslangan soha. Sabzavotchilik, uzumchilik yoki bog'dorchilik yoki chorvachilik shu sohalarga bo'linib ketsa agar, har bitta sohada qo'l mehnatiga asoslangan. Bunga bilamizki, bizni, ya'ni O'rta Osiyoda, boshqa davlatlarda katta kuchga egamiz va tajriba ham bor. Kelib bemalol faoliyatini boshlab ketyapti. Ya'ni yengilroq demoqchiman, viza olish. Sababi chuqurroq til so'ramaydi uncha. A2 darajada agar nemis tilini bilsangiz, bemalol vizaga topshirsangiz bo'ladi. Suhbat bo'lgan taqdirda ham sizga yetarli, qoniqarli til darajangizga ega degani. Shuning uchun ko'proq viza beriladi. Bektemir aka, ya'ni hozir o'zingiz aytib o'tganingizdek, ya'ni viza olish osonroq deyapsiz. Ya'ni boshqa sohalarga qaraganda qishloq xo'jaligiga kelish osonroqmi va qanaqangi hujjatlar talab qiladi va uni necha vaqt davomida kutish kerak hujjatlar, elchixonadan tasdiqlanib rozilik berishi uchun ruxsat berish? Endi hozir men 1 yildan beri 2025-yil iyul nisidan boshlab viza berish tartibi sal o'zgardi. O'zbekiston hududida aytyapman, elchixonada ro'yxatdan o'tish terminga, ya'ni очередga, vizaga очередga yozilish uchun 7 oydan 12 oygacha cho'zilib ketyapti. Hujjatlar olib topshirishga. Va u yerda nimalarni topshirasiz hujjatlar? Hujjatlar asosan siz diplomingiz bo'lishi kerak, bakalavr darajasi, aynan ishchi kuchi bo'lib kelmoqchi bo'lsangiz, ya'ni Fachkraft vizasini olmoqchi bo'lsangiz, diplomni tasdiqlatasiz, nimaga Zeugnis beratingdan, ya'ni tenglashtirasiz Germaniya ta'limiga. Va uni olganingizdan so'ng berilgan boshqa hujjatlar hammasini to'plab elchixonaga topshirib chiqasiz. Va yerda suhbat bo'lsa, bo'lib qolsa, qiynashadi. Ozroq suhbatda nemis tilida suhbat qilib qolasiz, bo'lmasa oddiygina vizaga topshirib olib chiqsa bo'ladi. Fachkraftga topshirayotganlarda ko'p holatlarda mana shu suhbat bo'lmaydi. Endi sohasiga qarab, sohasiga, qishloq xo'jaligiga, endi ular ham siz очередga yozilganingizda qaysi sohaga ketmoqchiligingizni kiritib o'tasiz-ku. Agar til ko'p talab qilinadigan bo'lsa, qilinadigan sohalar bo'ladigan bo'lsa, yo'naltirib, u yerda ham o'tirganda elchixona bitta elchini o'zi ishlamaydi-da, u yerda har bitta oynasida bitta operator bor. Ya'ni Sachbearbeiter. Ya'ni o'sha hujjatlarni qayta ishlovchi xodim borda, u o'zi sizni hujjatingiz qabul qilganda u qarab tursangiz, kompyuterga yozib boradi, siz nima haqda ma'lumotga egasiz va qayerga boryapsiz, qanaqa motivatsiya yozgansiz, barchasini ular berikt qilib, ya'ni hisobot qilib yozadi. Oxirida qarorni chiqaradidagina qarorni elchiga taqdim etadi. Elchi kuniga qo'l qo'yadi u. Yakuniy xulosani viza berilsin, berilmasin degan qo'l qo'yib chiqadi. O'tirib elchi bermaydi u yerda vizani. Asosan Sachbearbeiterlar u yerda ishlov beradi. Endi siz o'sha oynalar qaysi biriga to'g'ri kelib qoldingiz va uni kayfiyati qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'shanga ham bog'liq bo'lib ketadi. U Germaniyaning ichida ham shu holat bor. Demoqchiman, siz bitta migratsiya bo'limiga borganingizda hujjatingizni olasiz, bitta migratsiya bo'limi yo'q, sen sohang unaqa ekan, ya'ni karantin to'g'risida o'simliklarni himoya qilish bo'yicha o'qigan ekansan, sen shu bo'yicha ishlashing kerak dedi. Aslida lekin qonunchiligida qishloq xo'jalik boshqa yo'nalishlarga kirib ketsa bo'ladi. Inson faktori bor-da bos. Shunday. Shu yerda sizni hujjatingiz qayta ishlovchi xodimga ham bog'liq bo'lib qoladi ayrim holatlarda. Xo'p, mana hozir Fachkraft bo'yicha gaplashdik. Yana qanaqa yo'nalishlar bo'yicha kelsa bo'ladi qishloq xo'jaligi? Endi qishloq xo'jaligiga o'qishga kelsa bo'ladi. Universitetlar bor, nechta Hohenheimda bor, Trizovda bor, ko'p universitetlar yo'nalishlari bor, agrobiznes yoki boshqa. Ausbildingga kelsa bo'ladi. Yana nima? To'g'ridan to'g'ri ishga kelsa bo'ladi. Keyin hattoki
shunaqa anavlar borki, volontyorlik ham kelsa bo'ladi. Ya'ni ekologik tabiatlarni himoya qilish volontyorstvosi borda, o'shalarga ham topshirib kelsa bo'ladi. Endi bular praktikant hisoblanadi, to'g'ri? Bular Volontyorlar arzon ishchi. Shu 450 500 endi u bitta ferayinga bog'lanib keladi. U ferayinlarga yordam bermoqchi bo'lib keladi. Shunaqa yo'nalishlar ham osonroq kelishi Aynan qiziq joyi, ya'ni ko'pchilikka qiziq bo'ladigan oson borish yo'llar. Xo'p, aytaylik 11-sinfni bitirdi yoki 12-sinf, hozir 12 yillik bo'lyapti. Bitirgandan keyin Ausbildungga kelishi mumkin. Ausbildung degani endi bu bizda kollej sistemaga o'xshagan narsa. Kasb bilan mehnat. Ha, Fachkraft bakalavr bitirgan bo'lsa yoki magistrni bitirgan bo'lsa kelsa bo'ladi. Bu ekologiya bo'yicha qanaqa qilib keladi? unga farqi yo'q. U diplomingiz bo'lsa, bironta universitetda o'qigan bo'lsangiz, keyin ozroq bir motiv yozasiz. Shunaqa ferayinlarni topasiz. O'sha ferayinlarga yuborasiz. Ferayinlar sizni ekologik nimani yordam berish to'g'risidagi forstwirtschaftlarga yoki boshqa o'rmon xo'jaliklari yoki tabiatni asrash shunaqa o'z yo'nalishlari bor. Buni topish kerak, o'tirib izlanish kerak ozroq. Lekin osonroq, tezroq keladigan, ya'ni volontyorstvo dunyoda qadrlanadigan narsa. Chunki tekin ishsizda, endi olib qaraganda tekin Til darajasi qanaqangi darajada bo'lishi kerak, tavsiya beriladi. Kamida B1. Endi til daraja B1. Kelishda osonroq yo'lda tezroq kelish Shunday. masalasi. Ekologik faollar kelishi osonroq. Shunday. Pullan beradimi bunda? Bitta Tomoni ham bor endi. 2015-yil, 2014-yil edi. Esimda bor. Nodir aka ko'rib turgan bo'lsangiz, Jonboylik. Ya'ni familiyasini aytsam, undan tunsiz bo'lib qoladi. U aka birga Goethe nemis tilini o'rganib yuribdi Toshkentda. U kishi diabet stipendiyasini olish uchun o'zi o'qishga topshirgan magistraturaga diabetni yutish uchun aynan chiqindilarni bir bola qilish to'g'risida motivatsiya yozibdi. Ana shu o'tib ketib, ana shu diabetdan stipendiya olgan, eslayman. U kelib turib o'z sohasi boshqa, lekin aynan chiqindilarni biologik bir bola qilish to'g'risida motivatsiya yozgani uchun diabetdan stipendiya olgan. Diabet eng zo'ri. Rustam ko'rib turgan bo'lsangiz, yana aynan shu sohalarni ozroq bog'lab oldik, o'zing aytiniga o'qidik yoki Hozir endi butun dunyoda menimcha bu ekologik faollar yaxshi qadrlanyapti, chunki o'zi vaziyat kundan kunga yomonlashib boradi. Men demoqchiman, kimdir nimagadir topshirmoqchi, shunaqa stipendiyalarga topshirmoqchi bo'lsangiz, siz global muammoni bog'lang. Motivatsiyangizga global muammoni bog'ladingizmi, siz stipendiya yutish uchun eng yuqori darajaga chiqaverasiz. Mana motivatsiya yozayotganlar uchun maxsus tiplar ham berilib ketilyapmiz. Jonibek aka, mana siz 13 yil oldin kelganman deyapsiz. 13 yil oldingi Germaniyadagi qishloq xo'jaligidagi sharoitlar bilan hozirgi kundagi sharoitlar farqi qanaqa aka? Sharoit juda katta o'zgarib ketdi ancha yengillik bo'ldi. Bizga kelgan paytlarimiz juda qiyin bo'lgan. Vizani masalan diplom bo'lib turib, farqlarni o'zgartirish yoki bo'lmasam bir sohaga ishchi viza olish juda qiyin bo'lgan. Hozir juda osonlashib ketdi bu narsa. Masalan, tilni biladigan bo'lsa, diplomi bo'lsa, bemalol farqlar bo'lib yaxshi ishlarga joylashish mumkin. Lekin biz u paytlarga shu uchun men shu narsani tushunganmanki, demak bu yerga o'qish kerak ekan, tilni o'rganish kerak, undan keyin shu ularni sohasini, ular nimasini yaxshi o'rganish kerak. Shuning uchun shu ko'proq o'qiganman kelganda. Fermerlarda talabi ham kuchliroq bo'lgan bu paytda to'g'rimi? Shunday. Til bilishing kerak deb aytgan. Hozirgi kunda endi ishni qilsangiz bo'ldi. Ishni qilsa bo'ldi. Til daraja ham qattiq talab qilinmaydi. Endi talab qilinadi. Shu siz bo'ldi, nima deganingiz bo'ldi, ishni qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ishini qilib tursangiz bo'ldi. Tushunarli. Endi ko'pchilikni qiziqtirgan savolni hozir berib qo'yaveraman, kutib o'tirmaysizlar. Xo'p, qishloq xo'jaligida oyliklar qanaqa? Aytaylik, mana Ausbildung, Fachkraft farq qilsa kerak endi oyliklar. Endi Ausbildung ko'pincha hamma joyda bir xil, Standart bo'yicha 800 yildan 1200 gacha, ya'ni arbatiga bergan, ish beruvchiga ham bog'liq ayrim holatlar. Lekin Fachkraftda asosan qishloq xo'jaligida oyliklar kamroq. Tan olishimiz kerak va ish soatlari sal ko'proq. Ochig'ini aytish kerak endi, to'g'rimi? Endi qishloq xo'jaligida shu yerda ishlayotgan yurtdoshlarimiz ham biladi. Hozir qo'shimcha ishlashga majbur bo'ladi, chunki fermerda yana bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, bu sezonga ham bog'liq bo'ladi. Qishloq xo'jaligi, sabzavotchilik va boshqalar o'sha sezon payti ko'proq ishlashga majbur bo'ladi. Aynan
sabzavotchilikda shunaqa fermer xo'jaliklar borki, qishki 3 oyda dam olish beradi. Yozda 12-13 soatlab, 14 soatlab ishlaydi. Ana shu ishlagan qo'shimcha soatlarni qishda ham oyligi chiqib turadi. Lekin 3 oy O'zbekistonga borib bemalol qishda o'tkazib kelsa bo'ladi ota-onasining yonida. Shunaqa holatlarda ko'p fermerlarda bor. Chorvachilikda, masalan, misol qilib aytsak, chorvachilikda mol 305 kun laktatsiya davrida, u davrda sog'ish kerak buni. O'sha 305 kun degani shanba yakshanbaga ham ishlashing kerak. Ya'ni bu narsa Avstraliyaning falda bu. Hozir bitta savolda Bektemir aka siz hozir aytib o'tib ketdingizki, mana maoshi kam, lekin ish soati ko'p dedingiz. Ya'ni taxminan bir haftalik ish soati necha soat tashkil etadi? Masalan, oddiy odam Germaniyada o'zi 40 soat ishlaydi. Oyiga 160 soat. Bularda bir haftalik soati necha soat tashkil etar ekan va bir oylik soatini 160 dan o'tib ketadimi? Qarang, endi Germaniyada shundayki 45-48 soatgacha oylik hisoblasa bo'ladi. Lekin ko'p nimalar 45 soat maksimal hisoblaydi-da. Qo'shimcha soatlari bu o'zaro kelishiladi fermer bilan. Fermerga aytadi, fermer men senga 10 soatdan 11 soatdan ishladim bugun. Mana shu hafta kelasi haftaga menga yana qo'shimcha bir kun dam olish bergin deydi. Shu dam olishiga qo'shimcha yana dam olish bir kun oladi va o'shanga tenglashtiriladi. Yoki yig'ib boradi degani o'zining ta'tiliga qo'shimcha ta'til oladi. Überstundiga. Yoki qo'shimcha mablag' moliyalashtiriladi, u o'zaro kelishuvlar asosida. Uni masalan ayta olmayman-da, aynan shunday bo'ladi deb, lekin taxminan men sizga aytishim mumkinki, qo'shimcha dam olish kunlari oladi. Shu o'zlari bir-biri bilan bu Arbeit-Geberda o'zini ish beruvchining o'zini ichki xo'jalik boshqaruvi qanday kelishadi, o'zaro ikki shaxs o'rtasidagi munosabati unga tashqi hech kim aralasha olmaydi, kelishib oladi. Shunda hozir faqat bo'lib ishlasa soatiga qancha olyapti o'rtacha? Taxminan 14,5 dan 16,5 gacha yevro. Har xil xo'jaliklar va regionlarga ham bog'liq. Ya'ni Landkreis deymiz-ku. Landkreisda tuman deyiladi bizning tilda. Tumandagi o'sha oylik nimasiga ham bog'liq bo'ladi. Shu o'rinda aytib ketaylik, qaysi Landkreisda ko'proq to'laydi, qaysisida kamroq to'laydi? Landkreis endi Bavariya Landkreislarida, ya'ni Bavariya viloyatining, Bundeslandining Landkreislari ko'proq to'laydi. Baden-Württemberg keyingi o'rinda tursa, keyin Niedersachsen bor, keyin Hessen bor. Shunday keyinchalik DDR, bu shu sovetskiy territoriyaga qarab boradi. Dresden tomoni yoki Magdeburg yoki undan yuqori Leipzig taraflarida u yerda maosh juda kam. Hattoki ular ham bu yerga, janubga qarab emigratsiya bo'lib ishlaydi. Shu narsani aytib ketganimiz yaxshi-da, chunki hozir men ko'rayotganlar, "Va Germaniyaga ketaman" degan turib, Magdeburgga borib 16 euro deydi, qani 16 euro. Yo'q, u yerlarda oylik kam. O'zlari ham emigratsiya bo'lib janubga qarab ishlaydi. Hattoki Germaniya bitta davlat. Ular ham bu yoqqa qarab kelamiz. Chexlar keladi yonidagi, mana Bavariyaning narigi beti, masalan, Nürnbergdan biz turadigan joydan 170 kilometr narida o'sha Chexiya boshlanadi. Chexiyadan kelib immigrantlar ishlaydi. Ular Chexiyada 1000 euro olib turgan bo'lsa, bu yerga kelib 2000 euroga ishlaydi. Aytib o'tib ketamiz, lekin mana shu Dresden, Erfurt, Leipzig tomonlarda maosh kam bo'lsa ham, ularda ham lekin hamma narsa bir-biriga moslashganda, xarajatlar ham kam. Xarajatlar ham o'shanga yarasha, soliq ham o'shanga yarasha va kvartiraning pulini ham o'shanga yarasha. Yashash arzonroq. Kvartiralar arzon. Kvartiralar mana shunday bir 3 xonalini 400 euroga olsang bo'ladi. Hattoki men bitta do'stim aytib qoldi, Bektemir, o'sha ozroq uy izlab yuruvding, mana shu yerda arzonroq ekan dedi. Aytdim, olgan bilan uni men ijaraga qo'ya olmasam, o'zim uyda yashamasam, undan ko'ra O'zbekiston Toshkentda olganim yaxshiki, chunki aholi ko'p, megapolis, men ijaraga qo'ysam, men Magdeburgda ko'proq daromad qilaman. Nechta men bilan aytdi. Endi bitta Grundstück bilan qo'shib 170 mingga chiqyapti-da. Bu yerda masalan bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda 400-500 ming turadi. U aynan 300 masalan 300 kvadrat metr dala hovlisi bor. 0.3 sotiq yoki 3 sotiq deymiz o'zimiz tilda. Va bitta korpus ichida bir 6 ta xonasi bor. Ana shu 170 ming turibdi. Yaxshi narx. Lekin uni sen olganing bilan u yerda 150. Uni olganing bilan bu yerda yashamaysan-da. Ya'ni yashash qanday? Bu yerda faoliyat yuritsang, u yerda yashasang. U to'g'ri kelmaydi. Uchun ish o'sha yerga bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi.
Endi bu yerga nisbatan yerga osmoncha farqi bor. Ancha katta. Jonibek aka, sizni mahsulotlaringizga sпрос qayerdan ko'proq bo'lyapti? Chunki hozir aytdingiz, sut sog'uvchi apparatlarni sotaman dedingiz. O'z o'rnida sotganingizdan keyin bu qo'l kuchiga talab kamayadi. Ya'ni O'zbekistondan kelayotgan ishchilarga talab kamayadi. Ya talab unchalik kamayib qolmaydi, chunki chet masalan O'zbekistonga kelgan ishchilarimiz ko'plari masalan mol sog'ishga faqat mol sog'ishmaydi, lekin masalan tashqi ishlarga yordam qilishadi. Ish kamayib qolgani yo'q, lekin qanday desam, bu masalan shu nimani fermerni ishini sal osonlashtirish uchun masalan yangi texnika, yangi nima, u baribir ish kamayib qolmaydi. Baribir odam boshqaradi o'sha. Odam boshqaradi, masalan bir ishto'ring bo'lib qolishi mumkin. Unga borib qarash kerak, nima qiladi. Masalan tashqariga ishlagan masalan yerlarni haydash kerak, u ekish kerak, yig'im bor. Yana buzoqchalari bor, ularni qarash kerak ularga ham. Ular uchun masalan baribir keladigan ishchilarga ish talab bo'ladi. bor. Qaysi hududlarda ko'proq hozir masalan siz mahsulotlaringiz talab? Bizni nimamiz gebit juda katta. Baden-Württemberg ko'proq, Bayernga kamroq. Lekin nimamiz shu nimasi turadigan joyimizdan 150 kilometr radiusda kunlarimiz bor, kellarimiz bor. O'zbekistonga eksport qilib turibdi. Deya kirib borgan. Kirib borgan. O'zbekistondan kirib borgan, yaqinda bir aka Abdulaziz aka bilan nima qildik, tanishib qoldik. Ular уже qilyapti narsani, O'zbekistonga kirib borgan, shu giya nimalar mahsulotlari. Ular ofisial diler ular ham giyani. Ular bilan gaplashib, ancha suhbat qildik. O'zi kirib borib, hamma nima qilyapti o'zi. Sotuv yo'lga qo'yilgan. Yangi proyektlar nima ketyapti. Jonibek aka, agar sizlarda misol doim yangi proyektlar kelsa, ana shu GA degan tashkilot ham sizlar uchun malaka oshtirish degan narsalarni ham tashkil etadimi? Misol ishchilar uchun har bir yildami yo har 2 yildami biror xil sohalariga tegishli malaka oshtirish ham bo'lib turadimi? Shunaqa. Albatta shunda, ya'ni qanaqa yangilik bo'lsa, ular bizlarni birinchi shulim deydi, shu malaka oshirish uchun chaqirib, o'zlari masalan haftalik seminarlari bor, yoki onlayn seminarlari bor, shular bilan nima yangi bilan bo'lishib, o'rgatib nima qilishadi. Shular ya'ni texnika mana borib rivojlansa agar o'shanga qarab, ya'ni o'sha tashkilotdagi ishlayotgan ishchilarga ham malaka oshtirish imkoniyati beriladi Germaniyada. shunday. Hop, endi yangi ishchi kelyapti, aytaylik avzguldim yoki faxrrat bo'lib kelyapti. Bitta probatsiya degan narsa bor. Sinov muddati. U qancha bo'ladi? U tartib qoidasi qanaqa bo'ladi? Shular haqida ham bir to'xtalsangiz. Bu narsa ham har xil bo'ladi, adashmasam. 3 oydan 6 oygacha har xil shartnomaga qarab 6 maksimalni sinov muddati beriladi. Va buni muhimlik darajasi qanaqa? Muhimlik darajasi O'zbekistonda ham masalan mehnat shartnoma olganimizdan keyin sinov muddati bu bizlarni sinaylik, keyinchalik uzoq muddat qolishimizni ta'minlab beradi. Deganimiz, Germaniyada ham sinov muddatdan o'tganingizdan keyin sizga ya'ni birdan ishdan bo'shatib olmaydi, uyda kuningiz pristupda keyingi anavlaringizdan bo'shatishdan oldin o'ylab ko'radi, sizni bo'shatgandan keyin qandaydir mablag' evaziga bo'shatib oladi, birdan bo'shatib olish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni 3 oylik sizga vaqt beradi, 3 oy ishlamasdan ham shu pulingizni olib turasiz. Masalan, sen ishdan ketasan desa, har bitta odam ishni tashlab qo'yadi-da. Ya'ni ertaga ketar ekanman, baribir uni ishdan bo'shatyapman deb turib 3 oy ishlamaydi deydi-da, u qaraganda. U ish beruvchi ham shunga ko'nadi. Lekin ishdan bo'shagandan keyin u sinov muddati o'tgan shaxsga arbeitszeugnis beriladi. Ya'ni ishlaganlik to'g'risidagi tavsiyanoma, bir bola o'zbekchasini bilmaymiz-da, lekin arbeitszeugnis deyiladi. O'shani oladi u. Uni olgandan keyin boshqa joyga urinib ko'radi, boshqa joydan davlat himoyasiga o'tadi, davlat pul berib turadi, yangi ish topgunga qadar o'sha oyligining 60% gacha mablag'ni berib turadi. U ham qachonki bo'ladi, bu Germaniyada aynan uzoq muddatli Aufenthaltga ega bo'lsa, birdan qisqa muddatli bo'lsa, bitta chiqib ketdi degan qog'oz ham berib qo'yish mumkin-da. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Yurtdoshlarimga aytmoqchiman, shu Germaniyaga kelib turib, juda ko'p ish almashtiradigan qishloq xo'jalik sohasidagi yurtdoshlarimiz bor, o'zi tilni bilmaydi.
Dilshod aka, men siz eshitib turibsiz hozir. Til bilmaysizda endi indamasdan ishlash kerak. Chunki sakragangiz bilan erta qiynalib qolasiz aka. O'rtada hozir 4 oydan beri ishsiz bo'lib kelgansiz hozir yangi fermerga, o'sha fermerga mustahkam joylashgani eshitmadi, ko'proq ishlayotgan bo'lsa, u ozgina o'sha fermer bilan yaxshi kelishyapti. U ko'p ishlaganda emas. Yaxshi kelishuvdi ham. Team arbeit degan tushuncha bor-da, kommunikatsiya degan tushuncha bor. Ya'ni jamoaga moslashuv. Endi sinov muddatdan o'tib ketdi. Endi u tajriba o'shatilgan necha yillar ishlayapti. O'shanga qarab bu ham shunday. Shunday yurtdoshlar borki, ehtiyot bo'lish kerak. Har bitta sakrab o'rganingiz bu sistemaga saqlanib bo'laveradi. Germaniyaning ma'lumotlar databazasi bor, o'shanda qolardi. Siz necha marta ish almashtirdingiz, nega almashtiryapsiz, uni 5 oy oldin qilasiz. Keyinchalik uzoq muddatli vizaga topshirmoqchi bo'lganingizda qiynalib qolasiz. Chunki o'sha sistemada kelib chiqadi-da, moliyaviy orada lukalar bo'ladi. Ya'ni bo'shliqlar bo'lib qoladi. Siz o'zingizda moliyaviy Ferzikrumdan to'lamagansiz, sug'urtalar, sotsial Ferzikrum to'lamagansiz, Kranken Ferzikrum to'lamagansiz, yana renten bayraklar to'lamagansiz. O'sha hammasi yig'ilib sizga bitta orada bo'shliq paydo bo'lgandan keyin vizani uzaytirishda qiyinchiliklar keladi. Oila birlashtirishda. Bu ko'p narsaga faktorlar ko'rsatish mumkin. Aynan oila birlashtirish to'g'risida gapiringizga ko'pchilikka qiziq. Chunki masalan, qishloq xo'jalik bo'yicha ko'pchilik keladiganlar ham oilasini olib kelish kerak bo'ladi keyinchalik. To'g'rimi? Hop, bu qanchalik oson ular uchun? Jonibek, o'zing boshingdan o'tgan, shuni aytib o'tsang. Shunday ham. Endi oila birlashtirishga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha oladigan maoshi yetishi kerak. Agar o'sha oladigan maoshi keyin ikkinchi darajada shu yashaydigan uyi bo'lishi kerak. Masalan, uyni arendaga bo'lsa ham, qanday desam, o'sha kvadrat metri, shu masalan oilasida nechta farzandi bor, shu farzandi bilan masalan har bir kishi uchun qanchalar kvadrat aniqlangan, hozir aniq esimda yo'q. Lekin odam soniga qarab bo'lib berishadi. O'sha uzoq muddatda bo'lish shartnomasi bo'lishi kerak. Ish shartnomasi ham uzoq muddat bo'lishi kerak, keyin o'sha uy bilan qilingan shartnomasi uzoq muddatda bo'lishi kerak. Asosan shu finansial mablag'i yetarli bo'lishi kerak. Xarajatlarni qoplaydigan bo'lishi kerak. Undan keyin masalan kelgandan keyin yana u masalan soliq kamroq to'laydi, boshqa bo'ladi. Shu bilan yana bu yog'i moddiy plyusimiz ketaveradi. Siz o'zingiz holatingizda qanchadan olgan oilangiz? Menga u paytlar sal qiyinroq edi olib kelish. Yani bizlar bo'lganimizdan keyin 1 yildan keyin olib kelganman. O'z kelganingizdan keyin? Shunday. 1 yildan keyin. 1 yildan keyin olib kelganman. Shunday. Qishloq xo'jaligida ishlayotgan bolalarga ham oilasini olib kelish sal boshqa sohalarga olib solishganda osonroq, adashmasam. Nima deysiz, savol bersangiz? Hayol ketib qoldi. Uzr so'ragan yurtdoshlar, hayol endi telefonga chaqirdim-da, o'lsin shu telefon dediga, hayolim chaqirdi. Savoling qaytadan desang, aniq javob olasan. Qishloq xo'jalik sohasida ishlaydigan bolalarga oilasini olib kelish, familiya naqd qilish osonroq. Osonroq. Buning sababi fermerning uy-joyi ko'p deb uni ota-boqsam qo'ygan uy-joyi. Yeri katta. Uni fermerga aytadi, fermer deydi, meni deydi, mana shu oxirgi 6 oyligimda ko'proq oylik ber menga deydi. Sababi men oilamni chaqirishim kerak deydi. Fermer aytadi, mayli deydi, oyligingni patolog qilib yozib beraman, lekin menga ko'proq ishlab berishing kerak deydi. Pul kelishyapti demoqchiman-da. Va uy-joyda arzon to'laydi, katta kvadratga ega bo'ladi. Kvadrat metr yozib beraman. Yozib beradi. Masalan, deydi, mana Eshmatda 3 ta bolasi bor ekan, xotini bilan 4 kishi, 5 kishi bo'lar ekan. 5 ta xonali uyda unga yozib beradi kerak bo'lsa. Aynan elchixonaga borganda men 5 xonali 150 kvadrat metrlik uyim bor deb turib ko'rsatishga naqd bo'ladi. Bu yengillik beradi. Keyin nima deydi? Boshqa nimalarga fermer familiya o'tirmaydi u. U kadrlar bo'limi, xo'jayin konsernning rahbari ko'p tanimaydi. Masalan, konsernlarni ko'pchiligini ko'rmagan rahbarlar. Men Deutsche Tiernarning Kremerda ko'rmagan, Peter Kremerdagi odam ko'rmaganman bir marta. U holding kompaniyada u. Familiya, oilaviy o'zi katta konsern. Lekin rahbarni ko'rmaganman. Kuchli yetib borish qiyin. Unga borgancha men u 15 ta nima borda, endi u odamning boshqa yo'nalishlari, boshqa bizneslari ham bor. Shuning uchun fermer bu
любой момент yordam beradi. Kerak bo'lsa self-reflecting sertifikatini yozib bering. Ya'ni juda ham zo'r kelishib qolgan bo'lsa, kafillikka olaman degan. kafillik xati ham beradi. Seni oilang kelsa, men oilangni kafilligini olaman. Ko'chada qolib ketmaydi. Bolalaringga otalik qilaman deb turib yozib beradi. Bu kelsa agar ish bilan ta'minlaydimi aka? Endi ishlash tartibi bor. U kelgandan keyin bu yerda integratsiyalar qilish kerak. Aynan ishlash uchun ruxsatnomalar olish uchun u kerakli qonunlarni talablardan o'tish kerak. Birdan kelganda ishlashga ruxsat bermaydi. Ayrim holatlarda u ish bilan ish beruvchi, ish oluvchi o'rtasida shep deydi, men xotinim ishlab tursin, ertaga moling sog'ishmasin, qo'liga bir ikisini ber deydi. Ochiqcha gapiradigan, bu shunga balkim kelishib ketadi narsa. Bu Müller bilan Eshmatda orasida kelishuv bo'ladi. Bu narsaga ishonadi Shunday. Tushunadi. Demak, eplasa bo'ladi va osonroq qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligida osonroq va fermer uyda yashaydi-da. Ota bola bo'ladi-da, xullas, ota bola. Tushunarli. Endi yaxshilik tomonlari haqida gapirdik, oilik haqida gapirdik. Nima qiyinchiliklar bo'lishi mumkin mana kelgan, aytaylik, qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi ishchiga? Qiyinchilik fermerda bo'lsin-da. To'g'rimi? Ularga ham ochiqchasiga aytib qo'yishimiz kerak-da. Joylik bilan qiyinchiliklar. Qiyinchiliklar birinchi navbatda kultur shok deydi bizning tilimizda. Masalan, havo nima bo'lsa havo yog'masligi mumkin. Ikkinchi navbatda masalan ishlash nimasi, masalan qishloq xo'jaligi bizda endi o'zimiz masalan qishloq xo'jaligida katta bo'lganmiz bu yoshligimizdan. Masalan havo issiq yoki yomg'ir yog'sa boshqa bo'lsa, masalan dam olib boshqa qilganmiz. Yo'q bu yerga ishmi ishlash kerak. U tosh yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, sovuq bo'ladimi, ishlashimiz kerak. Shu narsa ko'rinish salqiyroq bo'ladi. Keyin bu yerda rasho deganda shu aytilgan vaqtiga kelish kerak, aytgan vaqtga ketish kerak. Shu punktuallikka alohida e'tibor qaratish. Hozir bittasi so'zni aytib o'tdi, kultur shok deb. Aynan fermer xo'jaligiga keladigan xodimlar shunga duch bo'ladi. Sababi nemisning madaniyati bu qishloqda. Ya'ni shahardagi madaniyat bu multikultur bo'lib bo'ldi-da. Aralash madaniyat bo'lib bo'ldi. Lekin aynan fermerga kelyapti-ku, uning asl nemis madaniyati fermerda bor. U qishloqda haqiqiy nemis. O'zbekistondan kelyapti, to'g'ri fermerniki, aeroportdan tushyapti-dagina, bu yoqqa qarayapti, shaharga hozir qarayapti, rasmiy tushyapti-dagina, birdan fermerniki boryapti. Qarasaki, boyaga taassurotlar boshqa nol. Boshqa deb hisoblaydi. Boshqa, shunday kelyapti, madaniyat umuman boshqa. Ya'ni otasi отдельно, ovqatini zavtragini ham отдельно qiladi. Hattoki otasi bilan hisob-kitob qiladi. Otasi ishlagan soati uchun pul oladi. Bularning hammasi bitta madaniy to'qnashuv keladi-da. Bu o'sha narsani qabul qila olmaydi-dagina kimlardir deydi, unday ekan, bunday ekan. Yo'q. Har bitta davlatda o'zining madaniyati bor. Hattoki nemislarning bizni ayrim bir madaniyatimizdan kuchliroq. Biz ham ota-onamizni hurmatini joyiga qo'yamiz, lekin aka-ukalar orasidagi yoki ota-ona orasidagi o'zimiz munosabatlarimiz ham yetarli. Qaynona kelin bo'lib yotibdi-ku o'zimizda, to'g'rimi? Hamma bir-birini ketirib o'ylab yotibdi. Hammada bor narsa, nemislarning o'zining kamchiliklari bor, lekin men dunyoda taqqoslaganimda nemis madaniyati juda kuchli madaniyat. Va unga hali o'rganadigan madaniy taraflarimiz ham bor bizlarning. U bitta ota-onasini yoki ko'chada qoldirishamiz. Hattoki nemis, men shu yerda nemis qizlar bilan yoki o'shalar talabalar bilan birga o'qiganman. Nemis qizlari ham madaniyati kuchliligidan o'zining do'stiga xiyonat qilmaydi. Hattoki partiyalarga borsa, boshqa qilsa ham o'zining sevgan yoriga yoki nimasiga hech bir partneriga nima qilmaydi-da. Ular shunday bir predimniy bir-biriga. Sodiq. Shunday sodiq. Shuning uchun madaniyatni ko'pini ham o'rgansak bo'ladi bizning nemislarda. Biz kuchli bo'lib tarbiyalandik. Butun dunyoda madaniyat bo'yicha nemislardan butun dunyo o'rganyapti. Kerak bo'lsa, hali Yapondan, keyin nemisdan deylik-da. Yaponning madaniyati kuchli-ku. Uni tashqarida turib mediadan ko'rsak ham ichkarida bor. Har bitta guruchni kurmagi bo'ladi. Lekin nemislarda bu kurmak kamroq demoqchiman. Shahardagi madaniyatni tenglashtirmang. Shahar u almashib, aralashib bo'lgan. Multikultur madaniyat bo'lib bo'lgan. Nemis madaniyatiga birinchi agrar sohadagi insonlarga to'qnashadi. Ana shu boyaga aytganda kultur shok kelib chiqadi. Tushunarli.
Kechirdik, Germaniya shunaqami deb. Yoki yomonlamaymiz. Bitta narsa nemislarda berganiga rahmat deyishimiz kerak. Chunki bizning haqqimizni ayrim holatlar fermerlar qattiq bo'ladi pulga. Ya'ni fermerlar emas, nemislar qattiq bo'ladi. Pulni pulga uradigan xalq hisoblanadi. Behuda chiqim qilmaydi-da ular. Vaqtni ham chiqim qilmaydi. Bular asosan pulni emas, vaqtni menejment qiladi-da. Vaqtni menejment qildingmi, puling zavizor menejment bo'ladi. Chunki sen vaqtingni pulga chaqayapsan. Vaqtni menejment qila olgan odam pulini boshqara oladi. Nemislar shunday xalqki, bular vaqtni menejment qiladi. O'shani bizda agar O'zbekistonda vaqt borki shunaqangi tekin bo'lyapti, umuman menejmentda yo'q. Yo'q, xohlagancha ishlatamiz-da vaqtni. Bu narsa eng dunyoda menejment qilinadigan narsa, bu bir marta beriladigan. Deb tarifda. Choyxona bilan. Bektemir ketdik-da, choyxona bilan. Aytaman, do'stim, men o'z bor yo'g'i 2 hafta kiyganman. Men aytaman, qavm qarindoshlar bilan ko'rishim kerak. Deydi, "Voy, ketdik, choyxona boramiz" deydi. Ya do'stlar bilan choyxona borish kerak, lekin orttirib olsa bo'lmaydi. Hamma narsani o'zi limit yaxshi. Limitda bo'lgani yaxshi. Endi O'zbekistondan kelayotganlar xoh qishloq xo'jaligi yo'nalishida bo'lsin, xoh boshqa yo'nalishlarda bo'lsin, kelganda muammolarga duch kelmasligi uchun-da, shu osmondan tattaki muammo tushib qolmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Aytaylik, hujjat ishlarini to'g'ri qilish kerakdir. yoki boshqa qaysidir jihatlarga e'tibor qaratish kerakdir. Shunday. Endi ayrim holatlar bunday bo'lyapti, qara. Hujjatlarini asosan registratsiya o'tganda boshqa bir fermerga o'tkazyapti-da. O yerdan shartnomani olgan, yo'lda keyin umid qilib elchixona sahifasidan o'tyapti, ammo vizaga ochilib kelganda boya ish beruvchi kutib o'tira olmaydi. U qachon vizasiga termini chiqadi uni, qachon keladi bu. Fermer boshqa odam olib qo'yapti. Lekin orada bu odam ko'chada hujjat bilan boryapti, ish beruvchi seni atkazib beradi deyapti. Bechora u 1 yildan beri kutdi. Bu elchixonaning sistemasi to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa yoki kutish davri juda ham uzoq bo'lsa, bu yerdagi topshiruvchi odamga ham salgina ikkilanch bo'lib qoladi, qiyinchilik keltirib chiqaradi. Ana shu holatda demoqchiman, ish beruvchi hujjatlarni olganingizdan keyin doimo aloqada bo'lib turing. Men shunday doimo aloqa qilib, tagiga ana emaillarda, telefonda, WhatsAppda yozib turing. Ish beruvchi meni kutib tursang, iltimos qilaman sendan. Men shunaqa hol topshirib qo'ydim, lekin qachon kelishi bilmayman. U balkim atkaz beradi, o'sha payt atkaz bersa boshqa ish beruvchi qidirib ko'r. Lekin termining kelgan payti noto'g'ri hujjat ko'tarib borma. Aktual bo'lish kerak. Aktual bo'lgani yaxshi. Noto'g'ri hujjat ko'tarib bo'ldingmi? U qo'lqildingiz yani. Endi behuda shuni abzaga olasiz yoki vaqtni yo'qotasiz, shu bilan. Vaqtni yo'qotasiz, yana kutasiz, keyin yana terminni olishingiz kerak. Men hozir juda ham katta ana u topshiruvchilar katta oqim bilan ro'yxatdan o'tgani uchun ochilib juda uzoq bo'lib ketyapti. Ya'ni katta diaspora kirib keldi O'zbekistondan va ular oila birlashtirish uchun ham registratsiyadan o'tyapti. Har bitta bolasi uchun ham registratsiyaga vaqti listga kiritilyapti. Bu degani necha mingta odam kiryapti-da hozir. Jahon siz bobursiz kelgansiz, oila olib kelyapsiz, boshqa qilyapsiz, Ali shu yerda ruxsat o'tiribdi. Aziz uxlayapti, qachon uylansa ekanda. Xullas hammasi registratsiyaga kiryapti-ku. Keyin ochilib ko'payib ketyapti. Tushunarli. Rahmat. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Suhbat uchun kelganlaringizga katta rahmat. Asarlaganlaringiz uchun katta rahmat. Yana bitta savol bor edi. Xo'p, agar shu qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha ishga kelishmoqchi bo'lsa, qayerdan ma'lumot olishlari mumkin? Kommentariyaga yozsin. Kommentariyaga yozinglar va yoqtirish tugmasini ham bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Kommentariya yozinglar va like bosinglar. Agar kommentariyada shuni o'qib chiqib, eng zo'r kommentariyalardan 10 tasiga Jonbek bilan ikkovimiz bu maslahatni beramiz. Eng zo'r 10 tasiga yordam beriladi va eng zo'r 10 ta kommentariy yozganga, demak, konsultatsiya berasizlar. Shunday. Faqat eng zo'r yozgan va aynan aktualni o'sha agrar sohaga bog'lab yozadigan kommentariyaga biz Jonbek bilan ikkovimiz zo'r maslahat beramiz. Kerak bo'lsa o'sha fermerlarga ham topishga yordam beramiz. Ish joyini foydalanib olish kerak bunaqa imkoniyatdan. Demak, foydalanamiz degan umiddaman. Akalarga katta rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.